kelinim qattiq chiqdi. O'g'limni boshini aylantirdi. Voy. Men sizga aytdim-a, Dilbarxon. O'shanda sizni ogohlantirgandim. Voy Yulduzxon, sizni bilmay xafa qilib qo'ygan ekanman. Shunaqa ekan, endi nima deysiz? O'g'lingiz alohida bo'lib chiqib ketibdi-da. Ha, chiqib ketdi. Xotinining gapiga kirib. Endi nima qilaman? Menimcha, keliningiz onasiga o'g'lingizni o'qittiryapti. Shunga o'g'lingiz xotinini izmidan chiqa olmayapti. Men sizni necha marotaba ogohlantirdim-a? Ogohlantirdim. Hey, ehtiyot bo'ling deb. Mayli, hali ham kechmas. Sekin qaytariq qilib, yaxshi domla olib kelib o'qittirib olishingiz kerak. Shunaqa deb o'ylaysizmi? Voy Dilbarxon, men bilmasam aytmayman-ku, axir gapirmayman-ku. Bitta yaqin qo'shnimiz bor edi. Qo'shnimizning kelini qaynonasini o'qitib, ishonasini kupsup qilib, yotqizib qo'ydi. Yaxshi ham singlisi bor ekan, sezib